Transmilliy korporatsiyalar global iqtisodiy siyosat va amaliyotni shakllantirayotgan hukumatlarga qaraganda ko'proq kuch va ta'sirga ega ekanligini bilarmidingiz? Transmilliy korporatsiyalar o'zi nima? Ularning global siyosat va iqtisodiyotdagi roli qanday? Nima sababdan ularni yangi zamonaviy imperiyalar deb atash mumkin? Transmilliy korporatsiyalar bu ikki yoki undan ortiq davlatda filial yoki ishlab chiqarish bo'linmalariga ega bo'lgan yirik kompaniyalardir. Ular xalqaro miqyosda ishlab chiqarish, savdo, sarmoya va boshqaruv faoliyatini olib boradi. Globallashuv davrida yirik transmilliy korporatsiyalarni mutlaqo haqli ravishda yangi geosiyosiy aktorlar sirasiga qo'shishmoqda. Jahondagi transmilliy korporatsiyalarning ko'pi Amerika, Yevropa va Yaponiyanikidir. Bugungi kunda jahondagi jami transmilliy korporatsiyalarning 162 tasi Amerika Qo'shma Shtatlari, 155 tasi Yevropa Ittifoqi, 126 tasi Yaponiya, 13 tasi Shveysariya, 13 tasi Janubiy Koreya, 6 tasi Kanada, 5 tasi Braziliya, 5 tasi Avstraliyanikidir. Qolgan mamlakatlar umumiy hisobda bor yo'g'i 11 ta transmilliy korporatsiyalarga ega xolos. Yirik transmilliy korporatsiyalarning ko'pchiligi allaqachon milliy biznes chegaralaridan oshib o'tib, jahon miqyosida faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda jahonning 75 mamlakatida 500 kompaniyasi bo'lgan Unilever'ni o'z daromadining 75%ni chet mamlakatlardan olayotgan Exxon'ni faqat o'ta shartli ravishda Amerika Qo'shma Shtatlariniki deb aytsa bo'ladi. Transmilliy korporatsiyalar iqtisodiy jihatdan jahonning ko'pgina davlatlaridan qudratliroqdir. Masalan, Yaponiyaning Mitsubishi korporatsiyasi mahsulot ishlab chiqarish hajmi bo'yicha jahonning faqat 21 mamlakatidan orqada turadi. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, jahonning 100 ta yirik iqtisodiy subyektidan 51 tasi transmilliy korporatsiyalardir. 200 ta yirik transmilliy korporatsiya jahon savdo hajmining taxminan 25%ni nazorat qiladi. Keyingi vaqtlarda transmilliy korporatsiyalar orasida turli sohalarda korporatsiyalarning qo'shilish jarayoni sodir bo'layotgani, ular orasida hamkorlik kuchayotgani, jahon iqtisodiyotida ularning salmog'ini yanada oshirib yubordi. Bu esa asta-sekin, lekin yetarli darajada jadal sur'atda ularning o'z global bozori shakllanishiga olib bormoqda. Bularning hammasi transmilliy korporatsiyalarni global geosiyosiy va geostrategik o'yinchiga, ba'zi hollarda esa davlatlarning jiddiy raqibiga aylantirmoqda. Transmilliy korporatsiyalarning amalga oshirayotgan siyosati bevosita ularning rahbariyati qabul qiladigan qarorlarga bog'liqdir. Bu rahbarlar ko'pincha transmilliy korporatsiyalarning bosh qarorgohi joylashgan mamlakatlarning fuqarolaridir. Bu muayyan ma'noda transmilliy korporatsiyalarning faoliyati mazkur davlat geosiyosatining davomidir deb aytish imkonini beradi. Shuning uchun ham transmilliy korporatsiyalar va milliy davlatlar manfaatlarining to'qnashuvi bilan bog'liq holda tez-tez chiqib turadigan ziddiyatlar geosiyosiy ahamiyat ham kasb etadi. Har qanday holda transmilliy korporatsiyalarning qaysidir bir mamlakatga geoiqtisodiy ta'siriga tegishli idoralarning ixtiyoriy yoki g'ayri-ixtiyoriy siyosiy ta'siri ham albatta qo'shiladi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.